qilyapman. Men haqiqatni aytyapman. Akangiz yomonligi uchun munosabatingiz buzilyapti. Agar yaxshi aka bo'lganda edi, bunaqa bo'lmasdi. Juda oshirib olmayapsanmi, ha? Yo'q. Qaynakam chindan ham ichi qora. Yordam berish istamaydi. Puli bo'lib turib yordam bermaydi. Na boshqa tomondan, na moddiy tomondan. Ha, mayli. Ko'ramiz, qachongacha bu amaliy yordam berar ekan. Ertaga mansabidan tushib, oddiy odamlarga o'xshab yursa, o'shandagina aqli kiradi. Ey, akamni katta ishni ishlashi bizga foydali. Sen unga hasad qilmagin. Quruq tuhmatga qolgan ukamga yordam bersin unda. Menga qara. Ukang ham oppoq emas-ku, uni ham aybi bor-ku. Nima? Internetda qimor o'yinlarini o'ynashi ham yolg'onmi? Yolg'on. O'zi sen bilan tortishdan umuman foyda yo'q, gaplashdan ham foyda yo'q. Bari. Shunaqa deydi. Meni asal qizim. Asal qizingiz sizga she'riyat bermoqchi. Iya, qani? Eshitaylikchi. O ota makanim, onajon o'lkam. O'zbekiston jonim, to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimni alishmasman beta poyangga. Barakalla qiz. Voy qizim. Davomi qani? Davomini endi yodlayapman. Unda qolganini yodlab, ertaga menga aytib berasiz, xo'pmi? Xo'sh, o'g'il bola, siz ham she'rmi, nimadir yodladingizmi? Albatta dadajon, men yozish va o'qishni yaxshi bajaryapman. Barakalla. Besholing o'g'il bola. Yaxshi. Qani unda sizlarga mana pul beraman. 1, 2, 3. Mana bu qizimga. Rahmat dadajon. Bunisi esa sizga. Rahmat dadajon. Arzimaydi. Maktabda ishlatasizlar. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mengachi? Sizgami? Sizga oylik tushgandan keyin beraman. Ha, aytgancha, bolalarni maktabga olib borishga puling bormi? Taksiga. Oy, dadasi, taksida yurmay qo'yganimizga ancha bo'ldi. Nega? O'zimizgacha xavfsizroq, qulay transport topib olganmiz. Avtobusda massa qilib borib kelyapmiz. Qiynalib qolmayapsizlarmi bolalar bilan?